Allohga suyanishlik kerak, birodarlar. Allohga. Biz o'zimizga suyanib qo'yamiz ba'zida. Firavun nimasiga suyangan edi? Orqada qo'shini bilan kelayotgan Firavun o'zini askariga, o'zini quvvatiga, o'zini podshohligiga. Natija nima bo'ldi? Hech qancha vaqt o'tmadi, Musa alayhissalom va u zot bilan birga bo'lganlar najotga chiqdi. Firavun dengizga g'arq bo'ldi. Allohga suyangan qalb bilan boshqa narsaga suyangan qalb barobar bo'ladimi? Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Fa in tavallaw faqul hasbiyalloh la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim." Solih insonlarning qalblari faqatgina Allohga bog'langan. Xotimal asom, ibodati, salohiyati, taqvosi bilan, yaqini bilan mashhur kishilardan edi. Martabasi oliy edi. Qanday qilib yetdingiz bu martabaga deb so'rashganida 4 ta narsani aytdi. Birodarlar, agar shu 4 ta narsagachi chiroyli suratda amal qila olsak, ishoninglar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirikchiligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solaylikchi. U aytdi: "Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, xotirjam bo'ldim." Tushunarlimi? Chehlar nech bo'lib ketdi? Nechta o'g'lingiz bor? 3 ta o'g'lim bor. Bittadan chek qilsa, 4 ta qizim bor, chiqarib ishpaner. Voy, rizqi bor uni, xotirjam bo'ling, g'am qilmang, siz faqat ishlang, mehnat qiling, g'am qilmang. Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, nafsim xotirjam bo'ldi. 99% odam g'ami shu hozir. Xotirjam bo'ling birodar. Mehnat qilyapsizmi? Siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Natija Allohdan. Ikkinchisi, amalimni meni o'zimdan boshqa hech kim qila olmas ekan. Amalim bilan mashg'ul bo'ldim. Keyingisi, o'lim to'satdan kelishini bildim va kelishidan oldin amalga, harakatga kirishdim. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan berkin olmasligimni bildim. Shunga yarasha ish tutdim. Ishonavering birodar. 4 qator so'z. Agar shu aytilgan 4 ta narsaga amal qila olsa, kishini dunyosi-yu oxirati mustaqim bo'lib qoladi. Qalbi xotirjam bo'ladi, nafsi orom olib qoladi. Krizis deydi. Ming xil narsa bor siqilaman desangiz o'ylab. To'g'rimi? Shablon berilyapti, hayotga qarab hisob ko'ringlar-da. Haqiqatan musulmon odamni xotirjam qoladigan uni puli bo'lmaydi. Uni mansabi bo'lmaydi. Robbisiga bo'lgan tavakkuli, Robbisiga bo'lgan iymoni bo'ladi. Birodarlar, Allohga tavakkul qilishlik bu ulug' aqida. Tavhidning asosi birodarlar. Bu aqida tavhidning boshida turadi. Kim buzsa tavakkulni, demak tavhidni buzgan bo'ladi. Kimdir bo'yniga tumor ilib oladi, xotirjam yuradi. Mana deydi, seni saqlaydi deb bir baxshi ilib berib qo'ygan, Allohni tanimaydi, zo'r yuradi. Agar esidan chiqib qolgan bo'lsa, shu kuni siqilib yuradi. Binasi yetmas-yetdi mengachi. Yugurib borib taqvosi xotirjam. To'g'rimi? Shunaqa odamlar ham bor. Go'yo endi hamma yoq zo'r bo'ladi-da. Nima qildi? Bo'yniga tumorni ilib oldi. Uni qalbi mana shu tumoriga bog'langan. Tumor bo'ynida tursa bir boshqacha his qiladi o'zini, tumori yo'q bo'lsa boshqacha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ta'allaqa bi shay'in ukila ilayhi." Kim nimani ilib olsa, shu meni saqlaydi dedi. Alloh bu bandani ishini shu ilib olgan narsasiga topshirib qo'yadi. U tumor nima qila oladi? Uzib suvga tashlasangiz oqib ketadi, o'tga tashlasangiz kuyib ketadi. Nima qila oladi? O'zini himoya qila olmaydigan tumor sizni qanday himoya qila oladi? Butga sig'inyaptimi? Butga suyanayaptimi? Alloh uning ishini butga topshiradi. Baxshiga suyanayaptimi? Alloh uning ishini baxshiga topshirib qo'yadi. Ammo Allohga bog'langan qalbchi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ta'lim berar ekan aytdilar: "Ihfazilloha yahfazuk. Ihfazilloha tajid tujahaka." Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni qarshingda topasan. Ya'ni Alloh qil degan ishni qil, qilma degan ishdan uzoq bo'l, seni muomalaringni Alloh o'zi hal qilayotganligini, seni saqlayotganligini ko'rasan.